Kalı bakıyotgan do'stlar, yaxshimisizlar? Oldingi qitim bir asrimda kalni uzoq beqiyvermaymiz. Buningki bizga foyda olib keladigan vaqti bor. Agar bu davomli qo'tonda turib bizga foyda keltirib tursa, buni davomli boqamiz. Agar buning yigini bilan keltirgan foydasi tanglashib qolsa, mush nuqtaga kelgan chaqda buni setvetimiz degandan keyin ba'zi turdashlar mushu inkos rayoniga ayrimxon xatisi mush nuqtani qanday topamiz deb yozib qo'yapti. Ko'pchilikka o'rtaq tushuntirib qo'yay. Kalning o'sib ketilishi hargizmi tuz siziq bo'yicha bir xil yo'ldoshda mangmaydi. Ya'ni biz mashinaga chiqib, mashina haydasak, bu 0 dan asosda qo'zg'alib 20, 30, 60, 70, 80, 90, 120 bo'ldi. Biroqlam 120 chiqmaydi. Undan keyin biz har qancha putimizni tiqib, yuvishangning ichiga kirgizmasakmi, bu mashina 300-400 ga chiqmaydi. Chorumga o'xshash. Shuna tik yo'lni istasak, buni kalning ig'irligi. Mana 0 dan boshlandi. Biz 200 kilodan boshlab qo'tan kirgizdik. 200, 400, 600, 800, 1 tonna degan bo'lsak, mana har o'ttirsa 900, 700, 300 biz mush o'rinda kalni olamiz. Endi İgrik siziqni vaqtga xotirlaymiz. Mana igrik kalni qo'tan kirgizgandan keyin 1-iyi, 1-ay, 2-ay, 3-ay, 4-ay, 5-ay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odatda 1 yil biqishga tayyorlik qildik desak, 200 kiloluk kala meyadın başlap biz qo'tan akirdik. Bu tuduğumuduk, tuduğan bo'lsak meyadın sizdik. Bu kala ma yo'lnishda mağdı. Ma yo'lnishda mağab şu 12 ay atab kelgan chaqda 800 keldi. Ma nuqtadiki ig'irligi 200 kilo. Qo'tanga kelgan vaqti 2 oydan ozsa oshgan. Ma ozab o'tdimada. Mush o'rnidagi tanlarni hisoblaymiz. Bir kunda 1 kilo 800 gram bo'g'iz yedi. 1 kilo 800 gram bo'g'iz degan men yasagan bo'g'iz. O'zingiz kepakni qo'noq unda bir 1 kilo 800 yasab bersangiz aningga kelmaydi. Tanlarqi 320 koy atrofida. 1 kilo 800 olsa 1.8 köpeytimiz 3.5. Bu 6 yuan 3 mu? Ot çöp. 7 kilo atrofida silos yeydi. 7 kilo silosni köpeytimiz biz en yuqori baho hesablaylik. Bütün chiqimlarni qilib 5 mo hisoblab qo'ydik. 3 koy 5 mo bo'ldi. Quruq ot çöp 3 kilo. Kilosini 1 koy hisoblab qo'ydik. 3 kilo quruq ot çöp 1 yuan hesablaylik. Bu 3 yuan bo'ldi. Shularni qassak jami mana 12 yuan 8 mo bo'ldi. Ketdigan, yeydigan, ichdigan silos, ot çöp, bo'g'iz bo'lib 12 yuan 8 mo bo'ldi. Endi odatda bir kalniki qo'tanda turgan bir kunisini odam ishaqqi, qo'tanning ijarasi, tok puli, su pulini bir kalning bir kunligini 1 yuan hisoblaymiz. Qatimiz 1 yuan. Shunlar bu kalninki bir kunlik chiqimi 13 koy 8 mo bo'ladi. Mana cho'qim hisoblanglar. Mana 1 yuan cho'qim hisoblanglar. Agar siz uyingizga kelib boqmay, siz chiqib ishlasangiz siz pul kelmaydi ekanmamdi. Sizning vaqtingizning qiymati bormi yo'qmi? Siz mana qo'tani bikaga sag'anmi? Mana cho'qim hisoblaysizlar. Nurg'un do'stlar hisoblamaydi. Shunga kelib boqdingiz, jan tatib qilib, mana cho'qim hisoblaysizlar. Ondan keyin bizning bir kunlik silimimiz, mush bir kal uchun xeydigan pulimiz 13 koy 8 mo bo'ldi. Endi mush kalni biz yaxshi baqalasak, 1 kilo 800 gramdan, kilogramdan 2 kilogacha cho'ng'iydi. Bo'ldi. Bundaqmi cho'ng'aymisin? Yaxshi baqanmidingiz? 1 kilo 500 kilogram cho'ng'aysin. Bozor bahasida hozirgi bahada eng tuvan bo'lganda 28 ko'za qo'yib qo'yaman. 1.5 kilogram, her kilogramı 28 yuan. Bu kalninki bir kunlik sizga kelgan kirimi 42 yuan bo'ldi. Endi ilvetimiz ma chiqim 13.18 yuan. Tang 28.12 yuan. Ma 2 yuanni chiqirdilar. 28 koy hisoblab qo'ydi. Bir kalangiz sizga ma kala bir kunda 28 koy foyda qilib berdi. 10 kalangiz bo'lsa 280 koy foyda qilib berdi. 280 koyni ko'paytimiz bir oyga 30 kunga. Oyda 10 to'paq qilib qo'ysangiz, keldigan foyda 8400 yuan bo'ldi. 10 to'paq baqsangiz 2 kilo olma. Yaxshi baqalsangiz 8400 yuan bir oyda kirim qolgan bo'lasiz. Bu odatdagi normal nurg'un kasblardagi maoshdan yaxshi. Endi doim mushlar bo'lamdi. Doim mush 13 koy to'yamdi. To'ymaydi. Keyin qitimni ko'rdi.